Shunaqa erkaklarga hayron qolasizlar. O'zini ayoli bo'la turib uyda boshqa bir ayollarga ko'z suzadi. Bir yaxshi ayolni yomon bo'lib ketishiga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa erkaklar eshitib turgan bo'lsa, ona dunyoga keltirgan u sizni ham. Onangiz ham ayol-ku. Qizingiz bo'lsa kerak, opa singlingiz bo'lsa kerak. Tasavvur qiling-da, siz ko'chada yurganingizda, shunaqa oilasi qanaqadir bir sababga ko'ra buzilib ketgan ayolga ko'z suzayotganingizda, gaplashayotganingizda, uni sha'niga yomon bo'ladigan gaplar bilan haqorat qilayotganingizda, hech ko'zingizga ayolingiz, onangiz, opa singlingiz, hozir bo'lmasa kelajakda qizingiz bo'lsa, taqdiri o'sha ayolni taqdiriga o'xshab qolishidan qo'rqmaysizmi? Sizga o'xshagan erkaklar o'sha ahli ayollaringizga gapirishidan, shu narsa qaytishidan qo'rqmaysizmi? Hammamiz tilimizda Allohdan qo'rqaman deymiz. Esingizda bo'lsin, Allohdan qo'rqqan inson Alloh harom qilgan, taqiqlagan narsaga qarshi ish qilmaydi. Allohdan qo'rqaman degan so'z tildan chiqmaydi, qalbdan chiqishi kerak. Yaxshi ham, yomon so'z ham shu tildan chiqadi. Qalbdan chiqqani boshqa. Ko'cha-kuyda begona ayollarga ko'z suzayotganingizda, ahli ayollaringiz ko'zingizga kelsin. Bu narsa albatta qaytib keladi.